To'g'risi o'zim bunaqa kitobxon deb hisoblamayman, lekin hayotimda shunaqa voqea bo'lgan, meni kitoblarga bo'lgan fikrimni umuman o'zgartirib yuborgan. Va o'sha voqeadan keyin kitoblarni doimiy ravishda o'qishni boshlaganman. Va bugungi videoda sizlarga shu haqida gapirib beraman. O'zi birinchi marta kitob o'qishni adashmasam 6 yoki 7 yoshlarımda boshlaganman. Shu maktabga chiqmasdan oldin har xil ertak kitoblar o'qib yurardim. Dadam o'rgatganda kitob o'qish. Va uyda har xil kitoblar turardi. O'sha kitoblarga qiziqib, uydagilar o'qishiga qarab kitob o'qishni boshlaganman. Lekin orada bir nimalar bo'ldi. O'zim ham tushunmay qoldim. Shu qo'limga telefon tushdi, telefon degan balo tushdi. Noto'g'ri odamlar orasiga kirib qoldim. Shu bilan kitobga bo'lgan qiziqish umuman yo'qoldi va kitob o'qishni ham tashlab qo'ydim. Va taxminan 2 yil oldin menda bir muammo paydo bo'ldi va u muammoga yechimni hamma joydan izladim. YouTube videolar ko'rdim, artikellar o'qidim, izlamagan joyim qolmadi. ChatGPTdan ham so'radim. Va xayol kelib qoldi. Shu kitoblardan qidirib ko'rsam nima bo'lar ekan degan. Kitoblar titkilashni boshladim va o'sha muammoga yechim beradigan kitob topdim bitta. Va birinchi betini o'qigandim. Ishoninglar, miyalarim yonib ketaydi o'sha kitob o'qigandan keyin. Kitob o'qish shunaqa bo'lar ekanda degan narsa keldi. Nima desam bo'ladi? Update keldi miyaga. Va ishoninglar, o'sha kitobni o'sha kunduzda o'qib tugatdim va kitob o'qish odatim yana tiklanishni boshladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, kitob o'qishni boshlash uchun, ya'ni kitobni maza qilib o'qishni boshlash uchun o'zimizni yaxshi ko'rgan narsalarni o'qishdan boshlashimiz kerak ekan. Ya'ni xoh u qo'ziqorinlar haqida bo'ladimi, choynak haqida bo'ladimi, astrofizika haqida bo'ladimi, farqi yo'q. O'zimiz maza qilib o'qisak, keyinchalik xohlagan narsamizni o'qisak ham maza qilar ekanmiz. Yokida o'zimizda qanaqadir muammo bo'lsa yoki og'rig'imiz bo'lsa, o'shanga yechim beradigan kitob o'qisak, o'shanda ham kitobga bo'lgan qarashimiz ancha o'zgarar ekan. Kitob o'qiyotgan bo'lsanglar va вообще zerikarli tuyulayotgan bo'lsa, shunchaki skip qilaverish kerak ekan. Chunki biz majbur emas ekanmiz kitobni oxirigacha tugatib qo'yishga. Aksincha, zerikarli kitobni qiynalib o'qisak, keyingi safar kitob o'qigimiz kelmay qolar ekan. Xullas shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.